adasi, Ha, onasi? ukangiz o'zlarini osib qo'yibdilar. Ha? Tik o'rtoq, mana shu safar yutamiz, tik. Qaraganda lekin tavakkal qilamiz. Davay. Voy! Nima qilamiz endi? Shuncha pul qarz olganman-ku. Akam bilsalar o'ldiradi meni. Men bilmayman hech nimani, o'zing hal qil. Nima? Telefon beringlar. Xo'p aka, qanaqa telefon kerak? Naqdgami yo bo'lib to'lashgami? Naqdga. Tezroq bering, faqat telefon qilishim kerak. Mana aka, kimga telefon qilasiz? Ukamga. Lekin o'sha kech. Davay, yutamiz, davay. Jamol, Aka, tinchlikmi ukam? Ana pul tikadigan o'yin o'ynamayapsanmi ish qilib? yo'q aka. Unaqa o'yinlar o'ynamayman-ku. Qaraganda, sen meni bitta ukamsan. Aka, $1000 pul kerak bo'layotdi. Tinchlikmi ish qilib? Mana, Tinchlik aka, rahmat, zarur edi. Ukangiz o'zlarini osib qo'yibdilar. ha? Endi kech. Ota-onamdan keyin o'zim o'qitdim. Ishga olib kirdim. Nimaga ko'tarmadim telefonini? Ada, amakimmi telefonlar oyda qolib ketibdi-ku. Bugun marojnaga olib chiqaman degdilar, keldimi? Keladi bolam, amaki. Telefonlar qimmat bo'lishi mumkin, lekin ba'zi qo'ng'iroqlar dunyodagi hamma narsadan qadrli bo'ladi. Telefoningni ko'targanimda hammasi boshqacha bo'larmidi. Qanchadan qancha yoshlarni umriga somin bo'tgan qimorni o'ylab topganni uyi kuysa.